Assalomu alaykum aziz do'stlar, biz Bekmayil kanalimizni kuzatuvchilari. Juma ayyom barchaga muborak bo'lsin. Xo'p, bugungi telefonlarimizni qisqacha video obzorini do'stlar Andijon viloyati Shahron shahar makro supermarketidan qilyapmiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Hamma viloyatga chiqarib beramiz xudo xohlasa. Borganda ham to'liq ham bo'laveradi, faqat zaklab tashlab berasizlar. Musofirdagi do'stlarimiz ko'pchilik o'zini uydagilarni xursand qilib bizdan telefon buyurtma qilgizishyapti. Siz ham o'z telefoningizni uyingizga, masalan, musofirda bo'lsangiz, buyurtma qilgizishingiz mumkin yoki boshqa viloyatdan bo'lsangiz ham zakaz qilib chaqirishingiz mumkin. Har bir telefonda alohida video obzori Telegram kanalimizda bo'ladi. Kanalimiz video kommentariyasiga joylab o'tamiz. Xo'p, endi har doimgidek aytib o'tamiz. Kim bizni qayerdan tomosha qilyapti? Video kommentariyasiga yozib qo'yinglar. Xursand bo'lib qolamiz. Shu joylarda biz muxlislarimiz bor ekan, shu joylardan bizni tomosha qilyapti ekan deb. O'zimizda bor modellarimizni qisqacha video obzorlarni qilib beramiz. Xudolar, batafsil ma'lumot aytib o'tganimiz Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bitta kommentariya, plus bitta like bilan bizni qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, xursand bo'lib qolamiz. Xo'p, bo'lmasam boshlaylik do'stlar. O'zimizda bor modellarimizni qisqa lo'nda iloji boricha obzorni qilib beramiz. Qolgan ma'lumotlar Telegram kanalimizga orqali olsanglar bo'ladi. Xo'p, Redmi 10 telefonimiz 4/108 talik variantda ayni soni xudolar yo'q. Telefonga garantiyalar qilib beramiz. Narxini 650 ming so'mga qilib beramiz. 5 korobka variantda 108 talik lekin. Xo'p, Samsung A14 ravnoy holatda 4 operatorga 108 talik operator xotiraga ega telefonimiz. Holatlariga garantiya beramiz. Ravnoy holatdaligiga. Xo'p, telefonimiz narxini 1,50 ming so'mga qilib beramiz. 4/108 talik variantda. Va yana xuddi shunaqa xarakteristikaga ega 4 operatorga 108 talik xotira korobka dokument ravnoy holatda A04S 1,50 ming so'mga bu ham. A51 anchadan beri kelmay qoldi. Korobka dokument ravnoy holatda 464 talik variantda 51 telefonimiz kelgan. Xo'p, buni narxini 1 million so'mga qilib beramiz sizlar uchun. Note 9S modelimiz do'stlar 464 talik variantda korobka dokumentlarigacha bor telefonimiz 750 ming so'mga. Note 9S bu. Note 9 boshqalarni adashtirmaysizlar. Note 8 Pro'miz bor, arzonroq variantda do'stlar. Xo'p, buni narxini 900 ming so'mga qilib beramiz. Ayb nuqsoni yo'q, 6/108 talik variantda. Garantiyalar bilan qilib beramiz. Har bir telefonning garantiyasi bor albatta do'kon tomonidan. Note 10 Pro telefonimiz do'stlar, ekranida ozgina soyasi bor va chaqnagan joyi bor. Shuni hisobiga telefoningiz narxini 950 ming so'mga qilib beramiz. 6 ga yoki 8 ga 108 talik variantda. Samsungdan yana A14 modelimiz bor do'stlar. Bu ham ravnoy holatda ekan. 464 talik, buni korobkasi bor yo'q esimda yo'q. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 750 ming so'mga qilib beramiz. 464 talik A14. Xo'p, bir bosh ketaveramiz bo'lmasam do'stlar. Men ham o'zim ham adashib qolmay. Xo'p, Poco ishqibozlar uchun Poco X7 Pro do'stlar. 12 ga 512 talik yarim terabaytlik do'stlar. Narxiga e'tibor berasizlar. 310-320 atrofida sotilayotdi. Sizlar uchun buni 290 dollarga qilib beramiz. Poco X7 Pro korobka dokument, zaryadchiga ham bor xudo xolasa. 20 o'tlar bitta qilib qilib. Xo'p, 20 ultra to'liq ravnoy holatda. Holatlari ham yaxshi holatda. Ayni son xudo xolasa yo'q telefonimizda. Xo'p, 12 operatorga 256 talik operator xotiraga kimga qorasi, kimga oqi. Ikkalasi ham holatlari zo'r holatda. Har birining alohida video obzorlarini Telegram orqali ko'rishingiz mumkin. Ularda 300 dollardan qilamiz do'stlar. 340 dollar, 350 dollargacha sotilyapti. Xo'p, yana bitta telefonimiz do'stlar, S22 kelish kamayib qolgan. S22 telefonimiz 5-modelimiz 8256 talik koreyskiy variantda. Bular ham koreyskiy variantda 5 korobka bo'ladi. Xo'p, holatlari yaxshi, zo'r holatda desak bo'laveradi xudo xolasa. Ekranlari ham toza. Ayni songa garantiya bergan holat. Telefonimiz narxi bunday holatdagilar 280 dollargacha sotilyapti. Sizlar uchun 265 dollarga qo'yib beramiz. S22 koreyskiy modelimiz do'stlar. Bir boshga ketaveramiz bo'lsin. Asha Legion Lenovo ham qolib ketib qolmasin do'stlar. Bir qator YouTube'ga video obzorini ko'rsanglar bo'ladi. Xarakteristikasi vafshi bomba apparat ekan. Kolonkalari ham zo'r ekan. 16 operatorga 512 talik yarim terabaytlik. Xo'p, Lenovo plansheti, Lenovo Legion U700 modeli. Qator ko'rsanglar ham bo'ladi. Buni ravnoy korobka dokument zaryadchigacha bor do'stlar buni. O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz aytib o'tganimizdek har bir telefonimizga, har bir narsamizga bor do'stlar. Dastlabkamiz ichida qilib 300 dollarga qilib beramiz. O'yin uchun ham ishlatgani ham zo'r ekan, kameralari ham zo'r, ishlatgani ham o'ta ham zo'r narsa ekan. O'zimiz ishlatib ko'rdik. Xo'p, o'yinlarda 120 FPS ko'tarib beradi ekan, vafshi realni ochib beradi ekan. Xullas bir qator obzorni ko'rib,
zakaz bersanglar bo'laveradi. Har bir telefonimizda imkoni bo'lsa obzorni ko'ringlar, sababi qisqacha video obzor bo'ladi bizda, shuning uchun obzorni ko'rib zakaz bersanglar yaxshi bo'ladi. Xo'p, bir O'zbekistonda chiqqan telefonimiz 464 talik varianti, XS'lar hajmidan mana shunaqa birdek hajmda 464 talik variantda. Xo'p, buni narxini 500 ming so'mga qilib beramiz. XSga o'xshagan telefon desizlar, xuddi shuni taklif qilamiz biz. Tecno Spark 20 8256 talik variantda to'liq ravnaq holatda korobkadagi kvitlar bor. Stereo kolonka, 5000 mAh batareyka, 108 megapiksel kamera, 256 talik xotira. Xo'p, bu ikkalasi ham 256 talik xotira. Redmi 12 ni o'zi bu korobkadagi kvitlari bor. Xo'p, ikkalasiga ham garantiya bergan holatda 1,250 ming so'mdan qilib beramiz. Ikkalasini ham narxi shuning uchun bitta nima qildik. Redmi Note 12 do'stlar 6 operatorligi, 6,8 talik variantda korobkadagi kvitlari bor. Telefonimiz ravnaq holatda emakidan o'tgan. Buni ham 1,250 ming so'mga qilib beramiz. Note bo'lganligi sababli. Sababi bilasizlar, Redmidan ko'ra Note kuchliroq. Note S bundan ham kuchliroq. Note Pro dalish ketaveradi. Hozirgi kunda yangi hisoblanib turgan yangi model 15C bunaqangi chiroyli svetida do'stlar 1,200 ming so'mga qilib beramiz. 4 yoki 6,8 talik variantda korobkadagi kvitlari bor. Telefonimiz ravnaq holatda emakidan o'tgan. LG Velvet ishqibozlari ko'p. Uni ishlatgan biladi, ishlatmaganlarga bir qator tavsiya qilamiz. Ishlatib ko'rishda orqasi chaqmagan joyi bor mana. Shuni hisobiga, atiga mashina hisobiga do'stlar 1,150 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. LG Velvet holat qolgan joylari zo'r holatda, ekranlari ham top-toza do'stlar. Buni hozir shu holatdagisi butuni ham kami 1,5 million so'mga olsalar bo'ladi. Bo'lmasa undan balandroq telefon hisoblanadi. Qatmaydigan, netmaydigan, kameralari mo'shni, yaxshi apparat so'raganlarga 1,150 ming so'mga masalan narxiga 2 martalar arziydigan telefon bo'lsa, korobkasi yo'q Redmi Honordan yana Honor X7C modelimiz kelgan bizga do'stlar. Uni narxini 1,300 ming so'mga qilib beramiz. 6,8 talik variantda. Endi Honor 400 Lite'imiz do'stlar yangidek holatda, yangi telefon ochsanglar ham xuddi mana shu holat bo'ladi yoki mashinadan ko'ra salgina nima. Xullas telefonimiz yangidek holatda, xudo xolasa, korobkadagi zaryadchi full box holatda telefonimiz narxini $200 ga qilib beramiz. Honor 400 Lite bu do'stlar. Zakaz beraverasizlar, O'zbekiston bo'ylab bemalol chiqarib beramiz. Xo'p, endi batareykasi kuchliroq telefon so'raganlar uchun do'stlar 7000 mAhli Tecno Pova 6 Neo 7000 mAh batareyka, 6 operatorga 1,8 talik xotira, ishlashlari ham zo'r. Xo'p, korobkadagi kvit yo'q ekan, shuni hisobiga telefonimiz narxini do'stlar 1,200 ming so'm emas, 1,150 ming so'mga qo'yib beramiz. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. Bunaqa narxga, bunaqa xarakteristikadagi telefon yaxshi, xudo xolasa. Redmi Note 11 Pro ishqibozlari uchun 1,150 ming so'mga buni ham qilib berdik do'stlar. Sizlar uchun korobkadagi kvitigacha bor. Ravnaq holatda telefon 8 ga 1,8 talik variantda Redmi Note 11 Pro. Xo'p, 040 Infinix'dan 040 bu ham ancha-muncha sinmaydigan chiqqan do'stlar. Xo'p, holatlari ham ideal holat, bunaqangi bronli plyonka tortib qo'ygan, chiroyli qilib 8256 variantda qatmaydi, netmaydi. Telefonimiz narxini 2,50 ming so'mga qilib beramiz. Bu ham 2 million so'mga qilib beramiz. Korobkadagi zaryadchik 040 dan bir qator YouTube'dan obzorni ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni Infinix 30 Pro do'stlar, o'zining bespirodnoy zaryadkasigacha bor. Zaryadka ham oladi bespirodnoy do'stlar. Xo'p, JBL kolonkalar, stereo kolonka, ikki tomonlama JBL hisoblanadi. Anchalik kolonka kuchli hisoblanadi. 8256 talik variantda, holatlari zo'r holatda, full box holatda bu ham. Bu narxini 1,950 ming so'mga qilib beramiz. Atiga 3 kungina ishlatdim deb aytib ketdi. Haqiqatan ham holatlari ham yangidek holatda. Infinix'dan 50 Pro do'stlar. Korobkadagi zaryadchi, bu ham bespirodnoy zaryadka oladi. Bespirodnoy zaryadchilari ham bor. Stereo kolonka, dizayn tomonlama o'ta ham mo'shni ishlangan. Qatmaydi, netmaydi, 8256 talik variantda do'stlar. Infinix yaxshi telefonlardan biri hisoblanadi. Note 50 Pro $210 ga, atiga 3 kungina ishlatilgani $210 ga biz do'konda xarid qilishingiz mumkin do'stlar. Yana bitta foydalanib qolsa bo'ladigan telefon taklif qilaylik do'stlar sizlar uchun. 512 dan yarim terabaytlik Xo'p, 13 Pro Plus modelimiz do'stlar. Korobkadagi kvitlari bor, to'liq ravnaq holatda. Chetdan kirgan ekan, imikasi kompyuterda o'tgan ekan. Shuni hisobiga telefonimiz narxini $215 ga qo'yib beramiz do'stlar. $215 ga Note 13 Pro Plus 5G'si 512 talik yarim terabaytlik yangidek holatda, ustiga ravnaq salafanlargacha olinmagan telefon.
Xo'p, do'stlar yana bitta flagman telefon tavsiya qilaylik. Xiaomi'dan 12 telefonimiz bo'lsa 8x6 variantda korobka dokumentlari bor, ravni holatda. Ayni songa garantiya bergan holatda telefonimiz narxini 200 borganda $200 qilib beramiz. Redmi Note 13 Pro do'stlar. Xo'p, 12 operatorga 500 megabaytlik yarim terabaytlik video olaylik. Korobka dokumentlari bor, holatlar ravni holatda, ayni songa garantiya bergan holatda telefonimiz narxini 2 million so'mga qilib beramiz. 500 megabaytlik yarim terabaytlik bu. Xo'p, endi xuddi shuni holatlar yaxshi zo'r holatda korobka dokument 128 taligi bor, 8 ga 128 talik variantda. Xo'p, buni narxini 1 million 800 ming so'mga qilib beramiz. Redmi Note 13 do'stlar, Note 13 da o'zi korobka dokumentlari bor, ravni holatda telefonimiz va 8x56 variantda. Buni narxini 1 million 350 ming so'mga korobka dokumentligini qilib beramiz va bez korobkasi ham bor. Buni 1 million 300 ming so'mga qilib beramiz sizlar uchun. 50 ming so'm ransi bo'lyapti korobkani hisobiga. Xo'p. Yana 1 million 300 ming so'mga do'stlar 8 galigi bu, 6 galigi emas, 8 ga 128 talik. Buni korobka dokumentlari bor. Redmi Note 13 bo'ldi. Uchalasi ham Note 14larimiz ham do'stlar 1 million 700 1 million 750 ming so'mda holatlari ideal holatda bo'lgan Redmi Note 14larimiz hozir sotuvda mavjud. Ko'rishlar mumkin. Holatlari ideal holatda desak bo'laveradi. 1 million 700 1 million 750 ming so'mdan. Xo'p, yana bitta foydalanib qolsa bo'ladigan telefonimiz Xiaomi'dan 14 ta yangidek holatda, ayni son xudolasi yo'q. 12 operatorga bo'lgan 12 ga 500 megabaytlik yarim terabaytlik. Xo'p, korobka dokument zaryadchi full box holatda. Buni narxini $370 ga qilib beramiz. Xo'p, aparatlarimizni qilib beraylik, keyin iPhone'larimizni yutamiz bo'lsa. Xo'p, buni ham bir boshqa ketaveramiz. 9S S9 modelimiz do'stlar, ravni holatda ekan, ofitsialniy Evros. Buni ko'pi imeka qilinadi, hali kampda imeka qiladi, lekin bu ofitsialniy Evros ekan. 800 ming so'mga qilib beramiz. Ozgina ekranda soyasi bor, aytarli emas, lekin bir qator Telegramdan yozsanglar obzorni ko'rishingiz mumkin. Mana tepada ozgina soyasi bor. Endi bularga tushadigan kasallik. Ishlashda ziyoni yo'q, garantiyalar bilan qilib beramiz. Ofitsialniy Euro S9 qatmini netmini telefon so'raganlar uchun 464 talik variantda 800 ming so'mga bo'ldi. A54 5 modelimiz do'stlar, bez imeka varianti ekan, chetga chiqib ketadiganlar olib foydalanib qolsa bo'ladi. Hozirgi kunda 2 million so'm atrofida sotilayotgan telefon sizlar uchun 1 million 600 ming so'mga qilib beramiz. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. 1 million 600 ming so'mga A54 5G. Faqat bez imeka. Xo'p, A16 8x56 talik variantdagisi bor do'stlar, 1 million 950 ming so'mga qilib beramiz. A16lar Serop. Xo'p, 1 million 650 ming, 1 million 700 ming so'mdan ozgina ishlanganlarni qilib beramiz. Samsung Galaxy A16. Korobka dokument ravni holatda bular. Xo'p, yana bitta A16miz bor. Buni holati ham yangidek holatda, unaqa chiroyli svetda bu 256 talik variantda korobka dokumentlari bor. Buni narxini 2 million 50 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, endi F16larimiz, M16 deganlarimiz. Xo'p, buni holati ideal holatdagisini 1 million 650 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. Endi oz-moz vaqt o'zlari chiqdi. Shuni hisobiga telefonimiz narxini 1 million 550 ming so'mga qilib beramiz. 100 ming so'm ransa bo'lyapti holatida faqat. Qirilib cho'qilgan strashni joylari yo'q, lekin sinmagan, netmagan butun telefon oz-moz holatida farqi bor. Har bir telefonda obzorni Telegram orqali ko'rsanglar bo'ladi, har doim aytganimizdek. 1 million 900 ming so'mga do'stlar, Samsung Galaxy A34 5G modelimiz, holatlari zo'r holatda, 6 ga 128 talik variantda foydalanib qolsanglar bo'ladi. Yaxshi telefon, narxiga arziydi. Xo'p, yana 1 million 900 ming so'mga A25 ni ham qo'yib beraylik do'stlar. Holatlar o'ta ham ideal holatda, ayni soni yo'q, xudo xolasa, korobka dokumentlari bor. Ravnoy holatda va zo'r holatda telefonimiz A+ variantda desak bo'laveradi. 1 million 900 ming so'mga. A15 modelimiz anchadan beri kelmay qoldi. Xo'p, 6 ga 128 talik variantdaligi. Holatlari ravnoy holatda korobka dokumentlari bor. 1 million 500 ming so'mga. A15 ham sotilgan paytda eng ko'p sotilgan telefonlardan hisoblanadi. A16lar ham unchalik sotilmadi. 15lar juda zo'r hadoy chiqqan. Xo'p, A56 5G bunaqa chiroyli svetda. Buni ham holatlari zo'r holatda, o'zimizdan olgan, yangi ochgan, bir qo'lli telefon egasidan olingan telefon $280 ga 8 ga 128 talik ravnoy holatda va holati zo'r holatdagisini qilib beramiz. Xo'p,
Samsung eng kichkina telefonlardan hisoblanib turgan shu siri telefon hisoblanadi. Bu ham o'zimiz ham ishlatib ko'rganmiz. A-qarg'a bir telefon o'zi beskarovka varianti do'kon tomonidan garantiya beriladi. Narxini 1 million 100 ming so'mga qilib beramiz. Sababi bu ham kompaktniy telefon hisoblanadi do'stlar. Ancha-muncha joydan topilmaydigan kamyob telefon hisoblanadi. Ekranlari ham toza, 464 talik variantda 1 million 100 ming so'mga. Xo'p, espartlarga o'tib ketamiz ekan. Espartlarga beraveraylik. S10 Plus modelimiz holatlari zo'r holatda ayb nuqsoni yo'q 8G108 tal varianti koreyskiy bitta sim kartali ikkitalik qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Buni narxini 1 million 950 ming so'mga qilamiz. Holatlari zo'r holatda endi buni akasi hisoblangan S15 modelimiz do'stlar. Orqasiga ham, oldiga ham bunaqa laminatsiya salafanlar tortib qo'ygan, abdushiy qaragan bo'laniki. Chiroyli bitta g'ilofini ham qo'shib beramiz xudo xolasa. Hamma yo'g'i plus holatda do'stlar. Mekidan o'tgan 8256 talik bo'ladi. S15 bu. Buni narxini 2200 ming so'mga qilib beramiz. Sizlarga bonus plus tomonlari chexoli bor, bitta konkretniy. Xo'p, oldi orqa tomonlari salafanlargacha bor. S20 ni beraylik. Birinchi navbatda S25 modelimiz bo'lsa, Samsungning eng kichkina flagman modellaridan hisoblanadi va eng shustri telefonlardan hisoblanadi. Bu 12 operatorga 108 ta xotira, rabniy holatda. Buni narxini 2 million 100 ming so'mga qilib beramiz. 2 million 100 ming so'm. S20 pluslarimiz endi holatlari zo'r holatda. Bu chiroyli svetdagisini do'stlar $220 qilib beramiz do'stlar sizlar uchun. Xo'p, bunisini ham $220 qilib beramiz. Sababi bunisi yevro varianti, bunisi koreyskiy variant. Ikkita sim kartalik, bitta sim kartalik. 12 operatorga 8 operatorga bo'ladi. Koreyskiy 856 talik bo'ladi. Yevrosi bitta sim kart, ikkita sim kartalik 8 ga 128 talik bo'ladi. Yana bitta foydalanib qolsa bo'ladigan telefon orqa kirishkasi almashgan ekan do'stlar. S20 Ultra do'stlar. 12 operator 256 talik xotira ultra model hisoblanadi. $270-300 gacha sotilyapti hozirgi kunda. Sizlar uchun $215 ga qo'yib beramiz. $215 ga narxiga arziydigan zo'r telefon hisoblanadi. S22 yevrolarimiz do'stlar. Holatlar rabniy holatda, ayb nuqsoni yo'q do'laza. 256 talik variant ikkalasi ham, uni korobka dokumentlari ham bor. $275 ga qo'yib beramiz bunisini. Bunisini $240 ga qo'yib beramiz. Ozmoz holati pastligi uchun. Lekin koreyskisi ham bundan baland sotilyapti, ko'ryapsizlar. Bu xudo xolasa narxiga arziydigan telefon. S21larimizda har xil holatdagilari bor. Xo'p, S21 yevro variantda ikkita sim kartali ofitsialniy 8 ga 128 talik variantda bo'ladi. Buni narxini $225 ga qo'yib beramiz. 2 million 100 ming so'mga ham bor S21imiz do'stlar. Holatlari yaxshi holatda, rabniy holatda. Faqat ozmoz g'ilof izlari bor. Shuni hisobiga 2 million 100 ming so'm S20 narxida. Holatlari tana holatigisini $200 ga qo'yib beramiz. S21lar bular. Xo'p, 22 pluslar. Xo'p, holati zo'r holatdagisini $285 ga qo'yib beramiz. S22 plus do'stlar, 8256 talik koreyskiy bitta sim kartalik. Va holati mana oldi orqalari yaxshi, oynalar yaxshi. Abodoyda bitta bitnochalari bor. Telegram orqali chiqsanglar har birini alohida video obzorini ko'rsatamiz. Yoqadigan bo'lsa dastlabki olib chiqarib beramiz. Bunisini $265 ga qo'yib beramiz. $285 ga, $265 ga. Note 20 Ultra do'stlar. Holatlari yaxshi, zo'r holatda, yevro variantdagisi, bez emaki holatdagisi hozir sotuvda mavjud. Narxiga e'tibor bersanglar, $180 ga qo'yib beramiz do'stlar. Holatlari zo'r holatda ko'rishlar mumkin. Ekranlari ham top-toza, ikkita sim kartda tushadi. 8256 talik variantda. Kamchiligi faqat bez emakaligi, lekin 15-20 kun srogi ham bor. Bemalol ishlatib, chetga olib chiqib ketsanglar, udobniy bo'ladi. Sababi arzon tushadi. Kelishda o'zlariga registratsiya qilib olasizlar. Xo'p, keyingi modelimiz S21 Ultra do'stlar. Holatlari rabniy holatda, ayb nuqsoni xudo xolasa yo'q telefonimizda. Ozmoz bilinar soyasi bor. Shunday hisobiga telefonimizni $265 ga qo'yib beramiz. Telegram orqali chiqsanglar, xo'p, holatini, soyalarini ko'rsatamiz. Hali aytarli emas, endi bor narsam bor deb sotamiz shuning uchun. Endi $300 ga holatlari bundan ko'ra yaxshirog'i bor bo'lsa, $300 ga 12256 talik S21 Ultra. Endi ultralarimiz yevro variantlari ham bor. Xo'p, ultra yevro do'stlar, ikkita sim kartalik 12 operatorga 256 talik, ko'pi 128 talik bo'ladi. Bu 256 talik telefonimiz rabniy holatda.
$360 qo'yib beramiz buni. Yevro variantda S21 Ultra bilasizlar, koreyskisi nechta bo'lsa topsa bo'ladi, lekin yevro bo'lsa kamdan kam bo'ladi. Xo'p, video olyapmiz aka. 16 operativkalik ham bor. Endi 21 Ultramiz 16 operativka, 500 megabaytlik, yarim terabaytligi karotta dokumenti yo'q, do'kon tomonidan garantiya beradi. Bu ham koreyskiy bitta sim kartali hisoblanadi. 16 operativkalik ham kamdan kam bo'ladi. Xo'p, buni narxini $340 qo'yib beramiz. Xo'p, endi iPhone'larimizga o'tsak bo'laveradi. iPhone'ni ham pastroqdan boshlayveraylik. 7 plus telefonimiz bor bizda. Batareyasi 100 usulini qo'yilgan. Mana shu yertagina ozgina dars ketgan joyi bor. Bitta sikli qo'yib qo'ysa asli bilinmaydigan narsa. Xo'p, ekranlar родной, batareyasi almashgan, 100 usulini 180 talik variantda 900 ming so'mga beramiz. iPhone 7 plus. 8 pluslarimiz endi har xil holatda, har xil narxda bor. 1.400.000 so'mdan 1.600.000 so'mgacha iPhone 8 pluslarni sotuvda mavjud. Kimga goldi, kimga qorasi 256 talik ham bor. Har bir telefonda rasmiy video ma'lumotlari aytganimizdek Telegram orqali ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, XS telefonimiz do'stlar. Sim karta o'qimaydigan Wi-Fi da ishlatadigan holatdagi XSimiz bor. Masalan, o'zining ishi kamera bilan bog'liq bo'lganlar uchun bemalol tavsiya qilaveramiz, chunki xo'p, kamerasi buni anchalik tiniq hisoblanadi. Plus Wi-Fi da ishlaydi, faqat Wi-Fi da ishlaydi. Sababi aklotdan yechilgan, sekret aklot bo'lgan, aklotga tushib qolgan, aklotdan yechilgan. Shuni hisobiga telefonimiz narxini 1 million so'mga qilib beramiz. Holatlari yaxshi holatda, kameralari tiniq, ishlashlari chotki, batareyasi adashmasam usulinni batareyasi xotirasini ko'rib beradi. 78 yo'nkisidagi родной batareyka ekan. Amerika regionida 64 talik variantda 1 million so'mga qilib beramiz. Face ID'si hamma yo'q bor. Faqat asha nimadan yechilganligini hisobiga. Bu 1 million so'mga bo'ldi. Endi 1 million 700 ming so'mga 71 ga 64 talik iPhone XSimiz bor. 1 million 700 ming so'mga. Xo'p, keyingi modelimiz ham iPhone XS telefonimiz. Bizga yaxshimiz. 100 yo'nkisi 64 talik variantda. Xo'p, batareyasi alishgan. Buni 1 million 950 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, 2 million 100 ming so'mga qilib beramiz. Batareyasi 100 usulini 256 talik variantdagisini 1 million 950 ming so'mga oqini qilib beramiz. Buni ham batareyasi adashmasam alishgan 64 talik variantda. Pesayib turtonlari bor har birini. Xo'p, XS Max'larimiz endi $180 qilib beramiz. 94 64 talik родной holatdagisini va batareyasi 100 usulini 256 taligini do'stlar $190 qilib beramiz. 180 ga 190 bo'ldi. Buniki 256 talik 100 usulini, buniki 84 64 talik родной holatda. Pesayib turton hamma yo'q bor. Xo'p, iPhone 11larimiz holatlari ideallarini topib kelganmiz sizlar uchun. Xo'p, bitta qilib narxni aytib ko'raylik. 82 64, 89 64, 81 64. Hammasi 64 talik. Holatlari zo'r holatda. Pesayib turibdi, imikadan o'tgan to'liq rodnoy holatda telefonlarimiz garantiyalardan qilib beramiz. Hammasi narxini $235 qilib beramiz. $235 holatlari zo'rligi uchun bir qator obzorni ko'rmoqchi bo'lsanglar, Telegram orqali chiqasizlar. Har birini alohida video obzorni ko'rsatishimiz mumkin. Ko'p arzonroq ham bormi deganlar uchun do'stlar $200 ga ham bor. Batareyasi 100 usulini 64 talik varianti. Buni ham holati yaxshi. Qarilgan, cho'qilgan joylari yo'q. Arzonrog'i shu. Xo'p, endi qizillardan ham bor. 81 180 talik variantda ekan do'stlar $240 qilib beramiz buni. XR telefonimiz bor. 2 million 200 ming so'mga qilib beramiz. 91 yo'nkisi 180 talik variantda. Bunaqangi chiroyli sifatda, holatlari ham zo'r holatda. 91 ga 180 talik. Xo'p, 2 million 200 ming so'm bo'ldi. $250 qo'yib beramiz do'stlar. 91 256 talik 11 Max telefonimiz. Sababi Face ID'si yo'q. Face ID'si ishlamay qolgan. 91 batareyka 256 talik. Xo'p, turton hamma yo'g'i bor. Garantiyalar bilan qilib beramiz telefonimizni. Xo'p, endi do'stlar $390 qo'yib beramiz. 87 180 talik variantda
iPhone 13 telefonimiz o'ta ham holatlari zo'r holatda. Biz o'sha ikkitalarni aytib o'tganimizdek, sayt yo'nalishlari ham baland. Holati ham zo'r holatda, yoqadigan holatda. Xo'p, iPhone 11 Pro 7164 talik to'liq rabni holatda telefonimiz ayni son hudolasi yo'q, garantiyalar bilan qilib beramiz. Telefonimiz narxini 2.750 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, iPhone 11 Pro batareykasi 100 usulinli korobka dokumentigacha bor. Buni 64 talik variantda ayni songa garantiya bergan holatda telefonimiz narxini xo'p 245 dollarga qo'yib beramiz. 245 dollarga foydalanib qolinglar ana. Korobka dokumentlari bilan. Xo'p, iPhone 11 Pro. Yaxshimikan? Video olaylik aka. Xo'p, iPhone 12 telefonimiz 84-64 talik variantda, holatlari zo'r holatda, ayni soni yo'q, kamchiligi yo'q telefonimizni 270 dollarga. Alaykum assalom. 270 dollarga bo'ldi bu. Xo'p, iPhone 12 Pro Max telefonimiz 93 yo'nkisi 512 talik yarim terabaytlik. Xo'p, ekran almashgan ekan, lekin yaxshisiga alishgan, garantiyalar bilan qilib beramiz do'stlar. Beziniki holatda telefonimiz narxini 270 dollarga qo'yib beramiz. 12 Max. Xo'p, 93 512 talik. Xo'p, iPhone 14 dan arzonrog'i bor do'stlar. 85 yo'nkisi 108 talik variantda, ayni soni yo'q, rabni holatda telefonimiz. Xo'p, buni narxini qilib beramiz sizlar uchun 420 dollarga iPhone 14. Xo'p, 85 108 talik variantda. 13 Pro do'stlar, rabni holatda 78 yo'nkisi 108 talik variantda, ayni son dollasi yo'q, garantiyalar bilan qilib beramiz 430 dollarga. Xo'p, 13 Pro 83 yo'nkisi 256 talik variantda telefonimiz rabni holatda, ayni soni yo'q, Face ID ham yo'q bor. 490 dollarga qo'yib beramiz. 83 256 talik variantdagisini. 78 256 talik variantda 13 Max telefonimiz bor. Holatlari ham zo'r holatda, to'liq rabni holatda, ayni soni yo'q, garantiyalar bilan qilib beramiz. Uni narxini 560 dollarga qo'yib beramiz. Xo'p, aytganimizdek 78 256 talik variantda. Qancha bo'ldi? Bilmadim, olib ketavering. S22 Ultra Euro variantda do'stlar. Xo'p, korobka dokumentlari ham bor. Ikkita sim kartali 12 operativ 256 talik variantda. Buni narxini qilib beramiz. Sizlar uchun 420 dollarga yevrosini qilib beramiz va holati zo'r holatda 512 taligi ham bor. Korobka dokumentlari bor buni. Koreyskiy bitta sim kartali. Buni narxini qilib beramiz sizlar uchun. Xo'p, 430 dollarga holati zo'r 512 talik, yarim terabaytlik. 256 talik ham kami 450 atrofida sotilyapti. Xuddi shu holat, bez korobkalari 430 ga korobka dokument holatda. Arzonroq yangilarimizni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Sanog'i cheklangan A16 larimiz bor sotuvda. Hammasi ochilmagan vakuum holatda 4 operativga 108 talik variantda 1.850 ming so'mdan qo'yib beramiz. Rabochilardan ko'ryapsizlar, 1.650, 1.700 dan sotyapmiz. 1.850 ming so'mdan A16 larimiz yangi ochilmagan vakuum holatda. Xo'p, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan telefonlarimizda yangilarimiz bor. Yangilarni endi boshqa obzorni qilib beramiz. Xudo xolasa, yetkazmoqchi bo'lgan telefonlarimiz shulardan iborat. Like bilan kommentariy yozib qo'ysanglar, xursand bo'lib qolamiz. Batafsil ma'lumot Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ysanglar, har doim yangi kelgan tovarlar Telegram kanalimizga qo'yamiz. Muntazam ravishda kuzatib turish imkoniyati bo'ladi. Yangiliklar muntazam ravishda Telegram kanalimizda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yozibdimi?